Assalomu alaykum aziz do'stlar. Turizm Italik kanalimiz sotuvga keldi. Hozirga obzor qilib beraman batafsil qilib. Narxi ham qimmat emas, arzonroq qilib beramiz. Chunki shorts kanal. Prosmotrni qaranglar. Prosmotr 3 million. Xo'p, hozir men umumiy prosmotrni ko'rsatay, o'zingizlar baho berasizlar. Qaranglar, shortsga nisbatan 30 million ko'rilgan bitta videosi, 19 million, 10 million, 6 million, 5 million, million nima qo'ygan bu? Nima video ekan mana? Qarang. Qanaqadir video qarang. Kino nimadir qo'ygan shekilli. Xullas, mana shunaqa videolardan tashkil topgan kanal. Endi birov videolari, endi bilasizlar, buni staji bor odam olish kerak, chunki strak chiqib qolishi mumkin. Video birovdiku, videolar o'chiradimi, tozalaydimi, xullas, staji bor odam olsa biladi o'zi. Bu prosta bor, brend qilishga zo'rda. Masalan, bizda bolalar bor. Masalan, yaqinda bir 700 mingtalik kanal sotuvdik. Mashina bozor qilib olishdi. Bunday qaragan odam nechta odamingiz bor? Brat 700 mingta tushunyapsiz. Prosta tak shunga oladi-da. Prosta tak nima desa bo'ladi? Odam soniga oladi. Bu kanalni qanchaga olishdi? 2000 midi, lekin arzon ketdi u kanalimiz ham. Bu mana qarang, pastda 400 mingtalik kanal, 400 mingtadan oshiq kanalimiz. Narxi arzon lekin buni. Buni qancha deydi narxi? 10 million 800 ming so'm. Arzon narx qo'yibman, siz sotilib ketsin debman. O'zi 15-20 million qo'yib tashaveradi har joylarda. Endi masal insof bilan o'ylar sizlar ham deb, masalan, normalroq narx qo'yayman. 10 million 800 ming so'm. Men kelishamiz, masalan. Ja taqilgan narx emas. Ozgina ja ko'p tushmayman lekin aytib qo'y. Ozgina tushib beraman. Chunki nimaga aytsanglar, ko'p qo'yilmayapti do'stiga. Ozgina tushib beraman, chunki qimmat qo'yavermadim ataylab, sal pastroq narx qo'ydim ustiga. Xo'p, 3 million prosmotr bo'lyapti. Kuniga do'stlar o'ldim deganda 85 ming, mana qilib 100 ming shunaqa prosmotr bo'lgan. 90 kunga nisbatan qaraydigan bo'lsak esa 90 kunga nisbatan 7 million prosmotr. 365 kunga nisbatan esa hop 22 million prosmotr bo'lyapti do'stlar. Kanal yaxshi, yomon emas. Statistikalarni ko'rdinglar, chotki. AdSense tashlanmagan zaifga bor, вообще egasiga молодец. Даже zaifga ham tashamabdi. Monetizatsiyaga zaifga ham tashamadi, chunki biladi, yonmaydi. Prosta bu aytib o'tganimdek avtoritetga olinadigan kanal do'stlar. Masalan, 10 million 800 ming so'mga olyapsiz. Masalan, sal kelishamiz endi albatta. 10 million masalan qancha bo'ladi? 900 dollar bo'ladimi? 900 ham bo'lmasa kerak menimcha. Kamroq bo'ladi. Avtoritetga masalan yo'nalishini burib, qo'lidan keladigan odam bo'lishi kerak, lekin yo'nalishini burib ishlatib yorsa bo'ladi do'stlar. 10 million 800 konkret oladigan odam bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. FT Thailand. Mana shu kanalda olmoqchiman desanglar, 99lik 791 32 32 yoki Telegramdan aloqaga chiqaverasiz. Eng yaxshi Telegramni yozinglar. Boyagi nomerimga SMS yo'llasanglar bo'ladi, lekin telefon qilmanglar. Salomat bo'ling.